Karles Puyol 17 yoshidan boshlab Barselona akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan. Puyol 1999-yil asosiy jamoada debyut qilgan. 2004-yilda esa Luis Enrike unga jamoa sardorlik bog'ichini taqdim etgan. Puyol shunday o'yinchi ediki, futboldan ustunroq narsalar borligini hammaga isbotlab ketdi. Figoga muxlislar yomon munosabatda bo'lishadi. Puyol muxlislar yoniga borib, hammamiz futbol o'ynash uchun kelganmiz, bir-birimizdan kamsitish uchun chiqmaganmiz maydonga va Figoni yoniga borib, gap so'zlariga e'tibor berma, futbol o'ynashda davom et do'stim, deb dalda beradi. Hasretli bir güne giriyorum hayalinle, aklımdan çıkmıyorsun belalım. Yine hasretli bir Erik Abidalga jamoa sardorlik bog'ichini bog'lab qo'yadi. O'sha yili Abidal jiddiy jarohat oladi. Puyol kubokni sen ko'tar, bunga loyiqsan deb Abidalni xursand qilib ketadi. Barselona Milanga qarshi Gamper kubogida g'alaba qozonadi. O'yindan oldin Puyol Ronaldinoni o'zini jamoadoshlari bilan rasmga tushishga chaqiradi. Ronaldinho hayron qolgan holatda rasmga kulib tushadi. Puyol kubok ko'tarishga borganida ham yana Ronaldinoni birga kubok ko'tarishga chaqiradi. Ronaldinho hayron bo'lib, yana oldiga borib, xursandchilikni birga baham ko'rishadi. Puyolga qarshi bir o'yinchining juda jahli chiqib ketadi va Puyolga tarsaki tushiradi. Raqib o'yinchisi bilan tortishaman deb kelgan Ronaldinhoni chetga tortadi. Bizlar urushga kelganimiz yo'q, futbol o'ynashga keldik. Pikega kelib teggan zajgalkani ko'rib e'tibor berma, o'ynashda davom et, deydi Puyol. Jamoadoshlari gol urib nishonlayotgan paytida Puyol kelib, raqib jamoaga hurmatsizlik qilmalaring deb jamoadoshlarini tartibga chaqiradi. Bunday o'yinchilar 100 yilda bir marta dunyoga keladi. Rahmat senga Puyol, hammaga o'rnak